Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Demak, bugun 16-iyul kuni tushgan savollar tahlilini ko'ramiz. Beshburchakli prizmaning nechta yoqi bor debdi. Bu juda ham ko'p takrorlanayotgan savol. Mana prizma bo'ladigan bo'lsa, prizma bu necha burchakli? 4 burchakli. Chunki asos 4 burchak bor. Xo'p, nechta yoqi bor deydigan bo'lsak, bu nechta yoqi bo'ladi? Pastida bitta, tepasida bitta. 4 burchakli bo'lgani uchun yon tomonida nechta? Misol uchun o'zingiz o'tirgan xonani faraz qiling. Oldingizda bitta yoq bor, orqa tomonda bitta, chap tarafda, o'ng tarafda bitta yoq, tepada bitta yoq, pastda bitta yoq. Demak, nechta yoq bo'ladi? 6 ta yoq bo'ladi. Ya'ni yoq degani devor degani. Nechta devori bor? 6 ta devori bor. Xo'p. 5 burchakli prizma bo'ladigan bo'lsa, asosda, pastki asosda bitta yoq, tepa asosda bitta yoq, ikkita yoq bo'ladi. Asosi 5 burchakli bo'lgani uchun yon tomonida ham yana 5 ta yoq bo'ladi. Shunda 5 ta qo'shib qo'yadigan bo'lsak, demak 7 ta yoqi mavjud. Ikkinchi hisoblang debdi. 0.24 degani 24 taqsim 100. Chunki 0 dan virguldan keyin nechta raqam bor? 2 ta raqam bo'lganligi sababli nima qilamiz? 2 ta 0 yozamiz. Shunda 24 taqsim 100 bo'lingan 0.4 nima deyman? 4 taqsim 10. Chunki virguldan keyin bitta raqam bo'lgani uchun bitta 0 yoziladi. Xo'p, endi 24 taqsim 100 bu bo'lishdan ko'paytirishga aylantirgan vaqtda nima bo'lardi? 10 taqsim 4 bo'lib oyoq osmondan bo'lib qoladi. Shunda 10 bilan 0 qisqarib ketadigan bo'lsa, 24 bilan 4 qisqaradigan bo'lsa 6 bo'ladi. 6 taqsim 10. Demak, bitta virgul bo'lganicha virgul bitta suriladigan bo'lsa 0.6 bo'lib qoladi javob. Uchinchisi, raqamlari takrorlanmasdan yozilgan eng katta 10 xonali sonning minglar xonasida qaysi raqam bo'ladi debdi. 10 xonali son bo'lishi kerak, raqamlari takrorlanmasligi kerak va nima bo'lishi kerak? Eng katta 10 xonali son bo'lishi kerak. Eng katta bo'lishligi uchun bizda jami nechta raqam bor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ta raqamimiz bor. Mana shu 10 ta raqamdan 10 xonali son tuzilishi kerak va u eng katta bo'lishi kerak. Eng katta bo'lish uchun birinchisiga eng kattani keyingiga kichraytirib joylashtirishim kerak bo'ladi. Bizda nima deyapti? Minglar xonasi deyaptimi? Demak, bu birlar, o'nlar uzr, 0 qolib ketibdi, 0. Demak, 1, 0. 0 bo'ladigan bo'lsa, demak bu o'nlar, bu birlar, yuzlar, minglar xonasi bo'lsa, demak 3 ga to'g'ri keladi. To'rtinchisi, 24 ning natural bo'luvchilar yig'indisini toping debdi. 24 ning natural bo'luvchilarini topib chiqamiz birinchi navbatda. 24. 24 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga, 6 ga, 8 ga, 12 ga va 24 ga. Hammasini nima qilib qo'sh deydi. 1 ga 2 ni qo'shsak, demak 3, 3 ga 3, 6, 6 ga 4, 10, 16, demak 24, 36, 60 ga teng bo'ladi javob. Mana shular hammasini nima qilish kerak? Qo'shish kerak bo'ldi. 5-inchisi, 50 metr kub benzinni 20 litrlik idishlarga joylash uchun nechta idish kerak bo'ladi? Xo'p, biz nima qilishimiz kerak? 50 metr kubni birinchi navbatda necha litrligini aniqlab olishligimiz kerak. 1 litrga 1000 santimetr kub to'g'ri keladi. 1000 santimetr kub. Biz bu 50 metr kubni nima qilamiz? Santimetr kubga aylantirib olishligimiz kerak. Demak, 1 metr 100 santimetr. Bizga kub kerak bo'lganligi uchun ikkala tomonni kubga ko'taraman. Shunda 1 metr kub teng bo'ladi. Qanchaga? 1 million demak santimetr kubga. Xo'p, demak bizda 50 litr idish bo'lgani uchun 50 metr kub qanchaga teng bo'ladi? 50 million santimetr kubga teng bo'ladi. Endi 1000 santimetr kubga 1 litr to'g'ri kelsa, buni nima qilaman? Mana bu 1000 ga bo'lishim kerak. Shunda 50 ming litr bo'ladi. 50 ming litr. Xo'p, 50 ming litrlik jam benzin 50 ming litr bo'lsa, u 20 litrlik idishdan qancha ketishligini topish uchun 20 ga nima qilish kerak? Bo'lish kerak. Shunda 2500 ta o'shanaqa idishga sig'adi. 6-inchisi, parallelogramning katta asosi kichik asosdan 2 marta uzun. Parallelogram mana parallelogram. Demak, bizga aytayapti, katta asosi kichik asosdan 2 cm uzun deyapti. Xo'p, bu tomon kichik asosdan 2 deydigan bo'lsak, bu tomon 2 ga uzun bo'lsa, x + 2 bo'ladi. Perimetr
Demak, x plus 2 bo'lsa, bu yoq ham x plus 2, bu yoq ham x plus 2. Perimetr degani barcha tomonlar yig'indisi. Istalgan shaklda barcha tomonlar yig'indisi. Qo'shadigan bo'lsak, demak 2x plusdan x plus 2 ga x plus 2 ni qo'shsak, demak 2x plusdan 4. Perimetr nimaga teng? 32 ga teng. 2x 2x demak 4x plusdan demak 4 teng 32 ga. 4x teng bo'ladi 28 ga, x topadigan bo'lsak, demak 7 ga teng. Bizdan nima so'rayapti? Katta tomon uzunligi. X 7 ga bo'lsa 7 plus 2, ya'ni 9 ga teng katta tomon. 7-si, arqon uzunligi 69 cm, uni 5, 7, 11 nisbatda bo'lakka bo'lingan eng qisqa bo'lak uzunligini toping deb. Nisbat desa har doim nima qilardik? X ko'paytirib olardik. 5x, 7x, 11x. Endi nima qilamiz? Bularni hammasini yig'indisi o'sha arqonga nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak. Misol uchun mana shunday bitta arqon bor. Mana arqon 69 cm ga teng. Buni 3 ta bo'lakka bo'ldi mana. 3 ta bo'lakka bo'ldi. Bittasi 5, bittasi 7, bittasi 11 nisbatda deyapti. 5x, 7x, 11x. Hammasini yig'indisi nimani berish kerak? O'sha 69 ni berish kerak. Demak, qo'shadigan bo'lsak, necha bo'ladi? 12, 23. 23x teng 69 ga x topadigan bo'lsak, nechaga? 3 ga teng bo'ladi. X 3 ga teng bo'lsa, bizdan eng qisqa bo'lak. Eng qisqa bo'lak 5 ga 5 ko'paytirgan x, ya'ni bu nimaga teng? 15 ga teng bo'ladi. 8. Soddalashtiring debdi. Mana shu takrorlanayotgan savol. Xo'p. Mana uchalasida ham 3 ko'paytirilgan a plusdan 3 ko'paytirilgan b plusdan 3 ko'paytirilgan s bo'lganligi sababli hammasida umumiy ko'paytirish nima bor? 3 bor. Tashqariga chiqaradigan bo'lsam a plus b plus s bo'ladi. Teng 3 ko'paytirilgan a plus b plus s nimaga teng? Mana 132 joyiga qo'yamiz. Joyiga qo'yadigan bo'lsak necha bo'ladi? 396. Javob. 9-si. Mana shu sonlardan tuzilgan eng kichik 10 xonali sonni tuzing. Tuzilgan sonning yuzlar xonasida qaysi raqam joylashgan bo'ladi? Raqamlar takrorlanmasligi kerak. Xo'p. Eng kichik bo'lishligi uchun biz kichikdan boshlab kattaga kattalashtirib ketishimiz kerak bo'ladi aslida. Xo'p, aslida shunday bo'lishi kerak. Lekin degan joyi bor. Lekin degan joyi biz birinchiga nima qila olmaymiz? 0 ni qo'ya olmaymiz. O'shaning uchun biz 0 bilan 1 ni joyini almashtirishimiz kerak bo'ladi. Shunda 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ko'rinishda bo'lib qoladi. 10 xonali son. Sonning yuzlar xonasida qaysi raqam joylashgan debdi. Demak, birlar xonasi, bu o'nlar xonasi, yuzlar xonasi. Yuzlar xonasi qaysi? 7 joylashgan. Javob. 10-si, ABC'da to'rtburchakda A va D burchaklari to'g'ri, C burchagi esa 70 bo'lsa, B burchak necha grasiga teng? Xo'p, A bilan D to'g'ri degani ikkalasi ham 90 dan degani, ikkalasi ham 90 dan. Bu 70 bo'lsa, bu x top deyapti. To'rtburchakda ichki burchaklar yig'indisi nimaga teng? 360 ga, ya'ni 90 qo'shilgan 90 qo'shilgan 70 qo'shilgan x bo'lsa, bu hammasi 360 ga teng yig'indisi. Shunda bular qo'shadigan bo'lsak, demak 250 plusdan x teng demak 360 ga, x topadigan bo'lsak 360 aylan 250, ya'ni 110 gradusga teng bo'ladi. Demak 110 gradusga teng. Javob. 11-si hisoblang debdi. 0.24 degani 24 taqsim 100 degani bo'lingan 0.6 degan 6 taqsim 10 degani. 24 taqsim 100 buni ko'paytirishga aylantirsak oyoq osmondan bo'ladi, ya'ni 10 taqsim 6 bo'ladi. 10 bilan 10 qisqarib ketsa 0.24 mana 100 edi, uzr. Shunda 24 taqsim 60 bo'ladi. Bu degan 0.4 ga teng. Javob. 12-si. 42 sonining nechta natural bo'lishchisi bor? Xo'p, nechta natural bo'lishchini topishlik uchun 42 ni birinchi tub ko'paytirib ajratamiz. 2 ga bo'lamiz 21, 3 ga bo'lamiz demak 7, 7, 1. 42 ni yozadigan bo'lsak 2 ko'paytirilgan, 3 ko'paytirilgan 7. Endi natural bo'luvchilar soni, ya'ni n, b ni topishlik uchun nima qilardik? Har birining darajasiga bir-birida qo'shib ko'paytirar edik. Shunda 1 plus 1 ko'paytirilgan demak 1 plus 1 ko'paytirilgan nima bo'ladi? 1 plus 1. Shunda bu 8 ga teng bo'ladi. 13. Sonining yuzlar xonasida qanday raqam yozilgan deb. Yuzlar xonasida birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar, 100 minglar va hokazo xuddi shunday ketadigan bo'lsa, birlar, o'nlar, yuzlar, yuzlar xonasi 7 yozilgan. 14-si, 6 burchakli prizmaning qirralari soni berilgan, javobini toping debdi.
Demak, mana to'rtburchakli prizma qaraydigan bo'lsak, asosi necha burchakli? To'rtburchakli. Asos to'rtburchakli bo'lsa, uning qirralari soni 3 marta ko'p bo'ladi. Qirra mana shular qirra. Pastida 4 ta, tepasida 4 ta va 4 ta stoykasi bor. Jami nechta qirrasi? 12 ta qirrasi bo'ladi. Asosidan demak necha marta ko'p? 3 marta ko'p. Bu 6 burchakli bo'ladigan bo'lsa, 3 marta ko'p bo'lsa, bunda ham 18 ta bo'ladi. Chunki pastida 6 ta, tepada 6 ta va 6 ta stoykasi bo'lsa, jami 18 ta qirrasi bo'ladi. Xo'p. Mana shu savolim juda ham takrorlanyapti. A plus B plus C teng 144 ga. 2A plusdan B plusdan nima? 2C plusdan A plusdan 2B plusdan C. Xo'p, 2A ga A ni qo'shsam demak 3A plusdan B ga B ni qo'shsam demak 3B plusdan demak 3C. Hammasida 3 bo'lganligi uchun 3 ni chiqaraman tashqariga A plus B plusdan C. Shunda 3 ko'paytirilgan A plus B plus nimaga teng? 144 ga. Shunda 432 ga teng bo'ladi. 16. Arqon 5, 8, 11 nisbatida teng bo'lindi. Eng uzuni eng kichigidan 2 metr 88 sm uzun, eng kichigini uzunligini toping deb. Demak, bitta arqon bor ekan. Mana arqon o'sha 3 ta bo'lakka bo'lindi. Doim nisbatda esa nima qilamiz? X ko'paytirib olamiz. Shunda 5x, 8x, 11x bo'ladi. 11x. Xo'p. Eng kattasi 11x mi? Eng kattasi 11x, eng kichigi 5x. Farqi degani uchun ikkalasini ayiramiz. 2 metr 88 sm bu degan 288 ga teng degan. Ayirsak demak 6 ta x teng 288 ga x topadigan bo'lsak necha? 48 ga teng bo'ladi. Ximiz 48 ga teng bo'lsa, bizdan eng kichigini so'rayapti. Eng kichigi 5x edi. Shunda 5 ko'paytirilgan 48. Bu 240 ga teng. 17 hisoblang debdi. 0.18 bo'lingan 0.6. 0.18 degan 18 taqsim 100. Demak, bo'lingan 6 taqsim 10 bo'ladi. Shunda 18 taqsim 100 ko'paytirilgan, mana bu nima qilamiz? Ko'paytirishga aylantiramiz. 10 taqsim 6 teng bo'ladi. Shunda 18 bilan 6 qisqarib ketsa 3 bo'ladi. Bular qisqarsa 3 taqsim 10 bo'ladi. Bu 0.3 ga teng. 0.3 bilan 0.30 ikkalasi bir xil narsa. Mana bajo. Xo'p. 1 taqsim 24 dan nechtasini yig'indisi 1 taqsim 4 bo'ladi. Demak, 1 taqsim 24 dan nechtasidir qo'shsak ekan, nima bo'lsin deyapti? 1 taqsim 4 bo'lsin deyapti. Xo'p, mana qarangizlar. A plus A plus A bo'lsa, buni 3 ko'paytirgan A deymiz, 3 ta A bo'lganligi uchun. Xuddi shunday buni ham nechtaligini bilmaymiz. X da 1 taqsim 24 ko'paytiryapmiz. X ko'paytirgan 1 taqsim 24, ya'ni nechtadir. Teng yig'indisi nimaga teng bo'lishi kerak? 1 taqsim 4 ga. Shunda X topadigan bo'lsa 24 taqsim 4. Nechaga teng bo'ladi? 6 ga. 6 taqsim yig'indisi demak shunga teng ekan. 30 ta detal tayyorlash uchun 8 soat sarflangan bo'lsa, bitta detal tayyorlash uchun necha daqiqa kerak? 30 ta detal tayyorlash uchun 8 soat degani buni 60 ga ko'paytirsak nimaga aylanadi bu? 480 minutga aylanadi. Minut degan daqiqa ya'ni. 30 tasini tayyorlashga 480 ketadigan bo'lsa, bittasini tayyorlashga necha minut ketadi? Proporsiya. 30 ko'paytirilgan x teng 480 ko'paytirilgan 1 ga. X topadigan bo'lsak, demak 16 ga teng bo'ladi. 30. Kitob narxi 12% ga kamaytirildi. Oldingi narx 60 ming bo'lgan bo'lsa, demak 60 ming edi, 12% kamaytirildi. Demak 12% nima qilamiz? Topamiz. Qancha kamayganini topamiz. Shunda 2 ta nol qisqarib ketadigan bo'lsa 7200 so'm. Dastlab 60 ming edi, 7200 so'm nima qildi? Kamaydi. Bo'ldi, 60 dan 7200 so'mni ayirib qo'yamiz. Shunda 52800 ga teng bo'ladi. 4-inchisi 7 burchakli piramidaning qirralari soni nechta deyapti. Demak, piramida chizib oladigan bo'lsak, mana piramida. Xo'p, qirralar soni mana 1, 2, 3, 4 va yon tomonda ham 4 ta. 1, 2, 3, 4. Xullas kalom, necha burchakli bo'ladigan bo'lsa, o'shandan nima bo'ladi? 2 marta ko'p bo'ladi. Agar 4 burchakli bo'lsa 8 ta qirrasi bo'ladi, 5 burchakli bo'lsa 10 ta qirrasi bo'ladi, 7 burchakli bo'ladigan bo'lsa demak 14 ta qirrasi bo'ladi. Qirra piramidada 2 marta ko'p bo'ladi har doim. Xo'p, 5-inchisi 16 metrlik arqon ekan. 5 3 nisbatda bo'lindi, katta qismining uzunligini toping debdi. Arqonimiz demak ikkita bo'lakka bo'lindi. Bittasi demak 5 u, bittasi 3. X desa har doim nima qilardik? Nisbat desa har doim x ko'paytirib olar edik. Endi ikkalasining yig'indisi jami arqon uzunligini berish kerakmi? Ya'ni 16 ga teng bo'ladi. Shunda 8x teng 16 ga, x teng necha bo'ladi? 2 ga teng bo'ladi. X teng 2 ga bo'lsa, 5 ko'paytirgan 2 bo'lsa 10, ya'ni kattasi 10 ga teng. 6-inchi hisoblang debdi. 0.1 bo'lingan 0.05.
0,1 aylantiradigan bo'lsak, virguldan keyin bitta raqam bo'lgani uchun 1 taqsim 10 bo'ladi. Ko'paytirilgan 0,5, 5 taqsim virguldan keyin nechta raqam bor? 2 ta bo'lgani uchun 2 ta 0 bo'ladi, 100 bo'ladi. Bu bo'lish. 1 taqsim 10, bo'lishdan endi ko'paytirishga aylantirganimiz nima bo'lardi? Oyoq osmondan bo'ladi. 100 taqsim 5 bo'ladi. Shunda bitta 0 qisqarib ketadigan bo'lsa, 10 taqsim 5, ya'ni 2 ga teng. 7-si, 7 burchakli piramidaning uchlar soni nechta deyapti. Demak, 7 burchakli piramida bo'ladigan bo'lsa, uchlar soni nechta? 7 burchakli bo'lsa, pastida 7 ta burchagi bo'ladi. Ya'ni har bir burchagida bittadan uch bo'lsa, 7 ta uch, tepasida bitta uch bo'lsa, demak 8 ta uch bo'ladi. Keyingisi 8-si. Sonidan bir raqami qaysi birlikda joylashgan deb. Demak, bu o'nlar, birlar, bunisi demak o'nlar, o'nlarda joylashgan. 9-si. 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar yozishda qaysi raqam eng kam ishlatiladi? Eng kam ishlatiladigan doim 0 bo'ladi. Chunki 0 faqat 10 ni 20 ni, 30 ni, 40 ni va hokazo shular yozishda 10 marta ishlatiladi. Demak 0. 10-si hisoblang debdi. Demak 0,6 degan 6 taqsim 10 degani bo'lingan 2 taqsim 100. Buni 6 taqsim 10 bo'ladigan bo'lsa, ko'paytirishga aylantirsak 100 taqsim nima bo'ladi? 2 bo'ladi. Bitta 0 qisqarib ketsa, demak 6 ni 10 ga ko'paytirsa 60 taqsim 2, ya'ni 30 ga teng. 11. 6 burchakli piramida nechta uchi bor deyapti. 6 burchakli bo'lsa, asosida 6 ta, tepasida bitta bo'lsa 7 ta uchi bo'ladi. 12-si 1 dan 100 gacha qaysi raqam eng ko'p takrorlangan? 1 bilan 100 ham kiradi deb. Demak, 1 dan 100 gacha bo'lgani uchun 1 da ham bor, 100 da ham bo'lganligi uchun eng ko'pi 1 bo'ladi. Yozib chiqsangiz ham bo'ladi. 13. 1 dan 100 gacha sonlar yig'indisini toping deb. Demak, 1, 2, 3 plus va hokazo 100 gacha bo'lgan nima qilish kerak? Sonlar yig'indisini topish kerak ekan. Buning uchun nima qilamiz? Boshiga oxirini qo'shamiz. Har doim ketma-ket sonlar kelgan bo'lsa, boshiga oxirini qo'shib 2 ga bo'lib, nechta son bo'lsa, o'sha soniga ko'paytiramiz. Shunda 101 taqsim 2 ko'paytirgan 100. 100 ni 2 ga bo'lsak, demak 50. 50 ni 101 ga ko'paytirsak, demak bu 5050 ga teng bo'ladi. Javob 14-si. Savat narxi 60 ming so'm. Demak, narx 12% ga pasayganda savatning narxi qancha bo'ladi? 60 ming edi, 12% ga nima qildi? Kamaydi. 12% ni topamiz. Demak, nimaga teng bo'ladi bu? 7200 ga. Shunda 60 ming so'mga 60 ming so'm bo'lgan 7200 so'mga nima qilgan? Kamaygan. Demak, ayirib tashlaydigan bo'lsak 52800 ga teng bo'ladi. Demak, javob. 15-si. Parallelogramning perimetri 36 ga teng, kichik tomoni katta tomoni 2 ga qisqa bo'lsa, kichik tomonni toping deb. Perimetr 36 ga teng bo'lsa, bu yer x - 2 bo'ladi, bu yer ham x bo'ladi. Perimetr topish uchun nima qilamiz? Hammasini qo'shamiz. Demak, x ga x qo'shsak 2x plusdan x - 2 qo'shilgan x - 2. Demak, hammasini qo'shsak 4x minusdan 4 teng 36 ga. Shunda 4x teng 40 ga, x teng nechaga teng bo'ladi? 10 ga. X minus 10 ga teng bo'lsa, mana bu yer x minus 2. Bu yer nimaga teng bo'ladi? Shunda 8 ga teng bo'ladi. Javob. 16 hisoblang debdi. 39110 ayrilgan. Buni 8 ni 125 ga ko'paytirsak 1000 bo'ladi. 1000 ko'paytirilgan 39. Demak, buni ko'paytirsak 39110 ayrilgan bu-chi 39000 bo'ladi. Demak, ayiradigan bo'lsak 110 ga teng bo'ladi. Demak, B javob. 17-si. 40 ming so'mlik mahsulot 15% chegirma qilindi. Mahsulotning chegirmadagi narxini toping deb. Demak, 40 mingning nimasini topamiz? 15% ni topamiz. Shunda demak, nimaga teng bo'lar ekan? 6000 ga. Demak, u 6000 chegirma qilingan bo'lsa, hozir qanchadan sotilyapti? 34000 dan sotilyapti. 18-si. Chizmada ma'lumotlardan foydalangan holda noma'lum A, D, Y, X burchak nima qiling deb toping deyapti. Xo'p. Yaxshilab e'tibor berib turingizlar. Mana bu demak 3 burchak. 3 burchak ichki burchaklar yig'indisi nimaga teng? 180 ga teng. Demak, mana bu yer 90, bu yer 62, bu yer demak alfa deydigan bo'lsak, alfa plus 90 plus 62. Bu nimaga teng bo'lishi kerak? 180 ga. Shunda alfani topadigan bo'lsak, ikkalasi qo'shsa 152, 20, demak 8 gradusga teng bo'ladi. Demak, bu yerimiz 28. Endi ikkalasini parallel deganlik sababli mana bu 62 bo'lsa, bu ham 62 bo'ladi. Shunda bu 62 bo'lsa, buni orqasi 118 gradus bo'ladi. Endi mana bu 4 burchakka e'tibor bersak, bu 4 burchakda ichki burchaklar yig'indisi nimaga teng? 360 ga teng. Shunda 28 ga x ni qo'shaman, 118 ni qo'shaman va 62 ni qo'shgan vaqtimda nimani berish kerak? 360 ni berish kerak ekan. Shunda x plus 200 demak, buni qo'shadigan bo'lsak 180 208 bo'ladi. X plus 208 teng 360 gradus. X topadigan bo'lsak, demak 152 gradusga teng bo'ladi.
19-si 61,6 soni mana shu nisbatda bo'lingan hosil bo'lgan sonning eng kattasini toping deb. Men sizlarga aytyapman, demak, nisbat bo'lsa doim nima qilamiz? X ni ko'paytirib olamiz. X ko'paytirsak 2x, 3x, 6x hammasini yig'indisi nimaga teng deyapti? 61,6 ga teng deyapti. Qo'shadigan bo'lsak, demak, 11x teng 61,6. X topadigan bo'lsak necha bo'ladi shunda? Xo'p. 61,6 ni 11 ga bo'lsak, ichida 5 tadan 5 kira 11, demak 55. Ayirsak 6 nechtadan bo'ladi shunda? 6 tadan. Ya'ni 5,6 ga teng. X'imiz 5,6 ga teng ekan, bizdan eng kattasini top deyapti. Eng kattasi nima edi? 6x edi. 6 ko'paytirilgan demak 5,6 ga teng. Bu 33,6 ga teng bo'ladi. Shunda ajob. Xo'p. Xudo xohlasa barcha tahlilini ko'rib chiqdik sizlar bilan. Barchaga rahmat, kuzatganingiz uchun salomat bo'ling.